Assalomu alaykum. Muslim Chora kanalining ashaddiy obunachilar akalar. Va shu 2 dona buqachalarni qo'ygandik 27-dekabr kuni. Ilgari kunida. Kechadan 1 kun oldin akalar. Mana. Ko'ringlarchi. Shu buqalarni sotdik. Qimmatmi, arzonmi kommentariyada kutib qolamiz akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, chiroylilarni olib kelib beramiz akalar. Ko'ringlarchi. Mana. Videoda qanday ko'rinyapti bilmadim-ku. Jicha qorong'i tushib qoldi. Mana, orqalari keng. Yosh oilalari 6 oylikdan edi akalar bular mana. O'ta yo'g'on, orqalarini ko'ringlarchi. Orqalari o'ta yo'g'on. Buni sal yo'g'onroq, narigini sal ingichkaroq. Buni bo'yi 1.20 chiqyapti, narigisini bo'yi 1.18 ekan. Mana shu o't yeyotgan holatida-da. Mana akalar ko'ringlarchi, oyoqlari o'ta baquvvat. Yosh oilalari 6 oylikdan akalar. Yosh oilalar 6 oylik, buni bo'yi 1.20, buniki 1.18. Jupini 32 million 400 ming so'mga berdim. 16 million 100 dan Farg'ona viloyati Vodilga berdik akalar. Farg'ona Vodil. Arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb ketasizlar. Alloh rozi bo'lsin akalar hammalardan. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Rahmat kattakon hammaga.